Andijondagi oliy ta'lim muassasalari mustaqil hamdo'stlik davlatlaridagi oliy ta'lim muassasalari bilan xalqaro hamkorlikni kengaytirish borasida qator ishlarni amalga oshirmoqda. Andijon pedagogika va iqtisodiyot universitetida Xalqaro Qirg'iziston Respublikasi Adishev nomidagi O'sh texnologiyalar universiteti professor va o'qituvchilarini qabul qildi. Uchrashuv davomida akademik mobilitet hamda qo'shma ta'lim dasturlari, malaka oshirish yo'nalishlari va inklyuziv ta'lim bo'yicha tajriba oshirildi. Tashrif doirasida talabalarning amaliy loyihalari ham namoyishga qo'yildi. Mazkur tashrifdan maqsad ikki oliygoh o'rtasidagi akademik hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Uchrashuv davomida tomonlar akademik harakatchanlik, malaka oshirish dasturlari, qo'shma seminar va leksiyalarni yo'lga qo'yish masalalari yuzasidan fikr almashdilar. Talabalar va professorlarning o'zaro akademik almashuvini kengaytirish, ikki universitet o'rtasidagi ilmiy loyihalarni kuchaytirish ham asosiy yo'nalishlardan biri bo'ldi. Bugungi kelgan delegatsiyamizning negizgi maqsadi va pedagogika, psixologiya bag'itida o'qituvning innovatsiyalik usullarini va tajribalarni almashish maqsadi bo'ldi. Mana o'shalarda hozir biz o'zimiz bilgan tajribalarni sunushtab, mana o'shalar bo'yicha va so'roq javob qilib seminar o'tib o'tamiz. Menimcha sizlardan ko'p yaxshi narsalarni olib ketamiz. Uchrashuvda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilari tomonidan amaliy loyihalar taqdim etildi. Ular ko'rish va nutqida nuqsoni bor bolalarga matematika fanidan boshlang'ich tushunchalarni Morze alifbosi orqali o'rgatish usuli haqida ma'lumot berdilar. Demak, biz bunda Morze alifbosidan foydalanamiz. Bunda asosan signallar bilan ishlaymiz. Qisqa va uzun signallar bilan, demak, harflarni, bundan tashqari, demak, raqamlarni, sonlarni o'rgatamiz. Bugungi mashg'ulotda olib borayotgan talabalarimiz 4-kurs sirtqi talabalar, bular bevosita ish jarayonidagi talabalar hisoblanadi. Shuning uchun bugungi metodimiz bularga ish jarayonida juda ham qulay va samarali bo'ladi. Uchrashuv ikki oliygoh o'rtasidagi ilmiy va ta'limiy aloqalarni mustahkamlash, akademik mobilitet dasturlarini rivojlantirish va malakani oshirish yo'nalishlarida muhim qadam bo'ldi. Xalqaro hamkorlik loyihalari ta'lim sifatini oshirish, professor o'qituvchilar va talabalarning professional kompetensiyalarini kengaytirishga zamin yaratadi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.